Jadidlarga munosabat o'zgargani har jihatdan ma'qul ish bo'ldi. Inson kimligidan qat'iy nazar ibrat bilan yashaydi. O'ziga ibrat topadi, namuna topadi. Yana boyagi gapimga qaytadigan bo'lsak, inqilobiy davrda yashayapmiz. Jadidlar qachon chiqqan? Inqilobiy davrda. Inqilobiy davrda xalqimizga jadidlarga o'xshagan qavm kerak bo'lib qoldi. Shunga zarurat kerakligini prezident payqadi. Keskin e'tibori kuchaytirdi. Jadidlarni namuna qilib bizga ko'rsata boshladi. Va yangi O'zbekiston jadidlari paydo bo'la boshlaydi bu. U jadidlardan ibrat olib, bu jadidlar paydo bo'ladi. U inqilob davrida qilingan ishlarni bu inqilobiy davrda qiladi shular. Zamonaviy shaklda. Zamonaviy shaklda albatta. Eng qizig'i shuki, ajablanarli joyi shuki, 100 yil avvalgi otalarimiz istagan orzular hozirgisidan ko'pda farq emas. O'qish, o'qish, o'qish. Ilm, ilm, ilm. Kechagina Sirojiddin Ahmad ustozimizni kitoblarini varaqlashga to'g'ri keldi. 20-asrning dastlabki 25 yilida u kishi aytayaptiki, xalqimizda juda uyg'onishga ishtiyoq kuchli edi deydi. Ozgina erkinlik bo'luvdi, maktablar ochildi. Kechki maktablar ochilibdi. Teatrlar ochilibdi. Kutubxonalar ochilibdi. Qiroatxonalar, odamlar o'zi pul yig'ib, mablag' yig'ib ochishyapti. Bunga qanoat qilmay, guruh qilib Turkiyaga, Olmaniyaga o'qishga jo'natyapti. Xalqi tiynatida bor-da, qonida bor. Biqiq bo'lib o'tirish tarafdori emas xalq. Uchib ketsa, qanot qoqsa-da, 7-osmonga uchsa. Ilm orqali, bilim orqali, fidoyilik orqali. Endi bu ana shu niyat katta, juda ulug' niyat. Nima orqali amalga oshirishni ko'zlagan o'sha jadid bobolarimiz? Matbuot orqali.